Qadrli do'stlar, shahar hokimiyati orqa tomonida yangi mahalla, yangi uy. Ikkita mashina bemalol. Darvozaxonada kirganda o'ng tomonda 3 xona, chap tomonda keyin uylar mana shunaqa qilib qurilgan. Azizlar, rayonga gap yo'q. Mana kelganda, mana darvozadan kirib kelganda sraz mehmon qurilatdi. Bu tomonda 3 ta xona. Tayyor. Bitta xonasi. Mana yana bitta xonasi mana. Qara, polni yetishgan. Kraskalab, remontlarni qilishib, cho'tka qilib. Mana yana bitta spalni mana. Endi olgan odam o'zi moslab oladi. Qattiq xona qilish kerak, qattiq uy qilish kerak, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak. Juda ham shinam, chiroyli. Fasad qismi qolgan ekan. Olgan odam bitta chiroyli qilib aytgan qilib olsa fasadda. Ba'dan chiqqanda, ba'da yana xona uy. Uydan chiqqandan keyin bu yoqqa qarab ana yurilaveradi. Yetti metrli oshxona mana sizlar. Hamma yo'q pol. Uyda holati yaxshi, toza. Oyog'idan bemalol kirib yashaydigan holat. Shahar hokimiyati orqa tomonidagi mahalladan. Hojatxona bilan hammom. Qizib yotibdi. Ba'zi yana bitta xona. Alt xona uy. Alt xona uy. Alt sotik.